rosa yoqtirmayman. Mana shu qiz yo'limdan chiqib qolsa ko'nglim ayniydi. Gapirishiga yuragim siqiladi. Deysizlar-yu. O'zi jiddiy, menga o'xshagan jiddiy seryozni insonlarni hamma ham yoqtiravermaydi. Masxarabozga o'xshab devon teskari gaplar gapiradigan, devon teskari qiliqlar qiladiganlarni ko'pchilik kuzatadi, tomosha qiladi. Ochganda qolsammi? Normalniy shekilli. Короче, shunaqa. Men olganimdan beri hali ishlatganim yo'q. Mana shuncha narsa chiqarib berdi. Aytgancha men bu sumkani olgandim. Shuni taqib chiqaman hozir. Buni ichidagilarni bunga o'xshatishim kerak. Так что, o'rtoqlar, men ham har doim jiddiy bo'lavermayman. Uydagilarimni, yaqinlarimni yonida men ham xushchaqchaq, kulib, hazillashib o'tiraman. Atir aytgancha o'rtoqlar, Raya Nur kosmetikdan olganman. Sumkamni bo'lsa Uzumdan olganman. Oyoq kiyimini nima uyning ichida kiyib olsan deb yozasi lozimlaman. Men bu orqasi qoraygani bilan men buni yuvib tozalab qo'yganman. Men har doim ko'chadan kelsam, oyoq kiyimlarimni artib, tegini yuvib qo'yib qo'yaman. Shturmaydi. Uyning ichida kiysa ham bo'ladi. Qancha menga farqi yo'q. Negativchilar baribir gap topishadi. Nima deb yozishaversin. Hammaga bir xil yoqib bo'lmaydi-yu, to'g'rimi? Dunyodagi eng yaxshi inson ham kimgadir yoqmasligi mumkin. Tayyorman. Bo'ldi. Ketdim produktga.